Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar uchun o'sha hozirgi kunda eng trendga chiqqan, eng zamonaviy, eng yaxshi uslutsiyalar qanaqalar yaxshi ketyapti hozirgi kunda shu haqida ozgina gaplashamiz. Bugun Soft Sound mehmonimiz ko'rib, mana shu yerda qanaqa uslutsiyalar bor, nima bor, qancha turadi, nimaga yaxshi shu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Video boshlashdan oldin bitta like va podpiska bosib qo'yasizlar. Adresimiz Chilonzor metro. Ozgina o'tganda 9 ga tugagan joyda Music Shop Soft Sound'da kelsalar bo'ladi. Qani? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamasizmi? Xo'p, bizga qanaqa uslutsiyalar bor hozirgi kunda? Eng trendga chiqqan, eng zo'rini ko'rish kerak hozirgi kunda. Xo'p. Endi avvalambor operatsiyaga qarab uslutsiyalar olasiz. Xo'p, bizda mavjud bo'lgan uslutsiyalarimiz lampoviy и transformatorli uslutsiyalarimiz bor. Xo'p, lampoviy uslutsiyalarda Lab Group ham bor. Xo'p, bu ikkinchi filialimiz, kichikroq. Birinchi filialimizda assortiment bundan ham ko'p. Xo'p. Bu yerda original Dynacord, Electrovoice ishlatilgan holatdagilari bor, mavjud. Ulardan hozir ko'rsatish imkoni yo'q, chunki biz do'konimizda emas, u narigi filialimiz faqat. Bizning mavjudlari bu Lab Groupga qancha bo'lyapti hozirgi kunda? Xo'p, hozirgi kunda 750 dollar chiqadi. Ozgina o'tib beradigan joyimiz bor, xudo xolisa. Bular 10 kilovat bu hozir. Ha, 10 kilovat. Har bir kanal qanchadan beradi? Har bir kanali 2000 yotdan beradi. 2000 yotdan beradi. Salom. Men narxini aytib bersam bo'ladi. Xo'p. Xo'p, hozirgi kunda eng trendga chiqqan Martin Audio bu hozirgi kunda bormagan joy, bormagan tuman qolmadi. Sababi buni zo'ri, yaxshisi sal qimmatroq chiqadi, где-то 550 dollar atrofida chiqadi. Hozirgi kunda undan arzonlari ham bor, где-то 450 dollargacha bor. Har xillari bor. Asosiysi korpusi bir xil, ko'rinishlari bir xil, ya'ni ko'rinishi sal farq qiladi, lekin ichidagi zapchasta arzon zapchasta tiqib qo'yadi. Bu qachondir kimdadir sovuqda muzlab qolyapti, kimdadir bitta kanalda o'sha qizil yonib qolib, limit yonib qolyapti. U yaxshisini olsanglar, xudo xolasa ancha yil xizmat qildi. Men o'zim ishlatganim uchun sinovdan o'tgan. 10 ta kolonka ham uladik, miq aytmasdan ishladi. Zo'r ko'rsatmasin. Hozir bugungi kunda qanchalarda bu? Shu 520 qilib beramiz. 520 dollar. Bosaverasizlar. 550 dollar o'z 520 dollar qilib berishyapti. Xo'p, undan tashqari xuddi shuni sredniy ishlatsanglar bo'ladigan variant 4800 varianti bor. Bu kilovat qancha beradi buni? Bu kanaliga 800 ming orasi bor. Sredniylarga zo'r ekan. Где-то bir 8 ta sredniy olib qo'ysanglar bo'ladi, bemalol. Mazza qilib ishlatasizlar, xudo xolasa. Narxi qancha bo'lyapti? Uniki 370 dollar chiqadi bo'ladi ham. 370 dollar bugungi kunda o'sha 2026 yanvar oyidagi. Xo'p, Martin Audioni Nix yangi varianti, ya'ni 8000 varianti bor ekan. Ko'rinishlar, dizaynlar gap yo'q lekin. Bu orqasi uzun ham bo'ladi. Orqasi uzun ham ekan. Bu 8 kilovatmi shunda nima bo'ladi? Bu ham kanaliga shu 1000 dan beradi. 1000 va 4 kilovat bo'ladi. Shunda где-то bir ikkita o'skan qo'yib qo'yganda edi, 3 ta o'skan qo'yib qo'yganda gapda, lekin bu kuchli, aqlli, impulsli emas bu? Yo'q. Impulsli emas. Xo'p. Bundan tashqari mana bu Electrovoice 9850, undan tashqari yana 9000, 8500 kub. Bundan ham juda ko'p sotildi. Sababi bular konsertni mehki zo'r beryapti. O'zim ishlatib ko'rdim. Ancha-muncha sifati yaxshi. Chunki borgan sari sifatga qaraydigan bo'lib ketdi odamlar. Buni narxi qancha bo'lyapti hozirgi 9850? 400 dollar chiqadi. 400 dollar chiqyapti. Bugungi kunda balki undan qimmati ham toparsiz, arzonni ham toparsiz. Asosiysi sifatli narsa olsangiz, qo'rqmaysiz, uyalmaysiz, hech qachon parod qilmaydi deydi. Endi bu texnikada. Bu yerga qo'yilmagan bitta uslutsiyamiz bor. Electrovoice 19000 plus modeli. Korobkasi hali ochilmadi. Sotgandik. Bugun olib kelib qo'ydik, ochib qo'yamiz xolisi. Shu modellarimiz ham bor. Yana bitta original dinamiklar ham bor ekan. Shuni bitta ko'rsatib ketaylik. Qancha nima hozir. Marhamat. Bu RCF 12 dyum, original italyanskiy. Remont qilinmagan, ochilmagan, ko'rilmagan. Made in Italia. 810. Bundan xudo xolisa 10 ta bor hozircha. Hammasi ideal holatda turibdi. Remont qilinmagan, ochilmagan, yirtilmagan.
Xo'p, eshitib ko'rib, sinab o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Qolgan narsalarimiz, bu yoqda xitoylarimiz bor, kichkina razmerlari, keyin Selection tunika limited versiyalari bor. Bular ham original. Bundan keyingi yashil Selection, bu ham original. Bular toza ovozga shirokopolosniy kolonkalarimiz. Hop, yana bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Sifrovoy pult XR18 bor-ku, o'shandan bitta ko'rsatib ketaylik. Obunachilarimiz kichkina pult bo'lsa ham baribir ishi zo'rda uni. Xo'p, Behringer firmasi sifrovoy pult olman. Sekin olaman. Bulardan ko'p podzakasi olib keldik. O'zimizga ham bitta qoldi. Sochimizni ochamiz buni. Ochamiz, mana qaytga qo'yamiz. Mana shu qo'yamiz. Shuni ochganimizda ichidan buni chiqadigan blok titaniyasi chiqadi. Sitovoy kabeli. Keyin kranshtenlari chiqadi. Bu kesga rekka qotirish uchun. Shuni tez yaratib olamiz. Bay. Kitobchalari o'zini. Dokumentlari. Bularning ham kopiyalari chiqib ketdi. Bu original-a? Shunaqa, bu original. Matoviy bo'ladi, unaqa glansiy kraska emas bular. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu 16 kanal anaqa, mono bo'ladimi shunda? Mono bo'ladi. Stereo ishlatsam ham bo'laveradi. Qo'y. Mana orqa taraflari ixchamda. Bitta to'rtga tiqadi. O'zini anaqasi bor, Wi-Fi bor, to'g'rimi? Shunaqa. Gap yo'q. Buni endi to'liq ishlatilgan videolarni ko'rsatishga hozir imkonimiz yo'q, chunki sharoitlar ham yo'q hozir bugungi kunda. Zo'r ekanda, chiqib ketaveradi shunday. Ikkita pultga oladi. AUX kanaldan 6 ta AUX kanalimiz bor. Baribir yangi texnologiya odamlar sekin-sekin o'rganib baribir shunaqa narsalar ishlatishadi. Конечно. Talab bor hozircha. Bu qancha turadi shu turishi hozir? Bu oxirgi bitta qoldi. 550 dollarga qilib beramiz. 550 dollar. Zo'r narsa lekin bu. Sotganmiz. Zo'r narsa, chunki ancha-muncha aqlli imkoniyatlari tushungan odamga zo'rda. Shunaqa. Xo'p, aziz obunachilar, ko'rib o'tdinglar. Sizlarga nima ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, barchasini ulashdik. Agar yana ham nimadir aytmoqchi bo'lsanglar yoki so'ramoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Bu do'konni manzili va raqamini pastda qoldirib ketaman. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Rahmat.